Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turgan mashina. Qani shu video 1 minut davom etadi. Shu 1 minut davomida shu mashinani qaysi mashinaligini o'ylab ko'ring. Agar topgan bo'lsangiz, faqat chestni keyin kommentariyaga yozing. Chunki videoning oxirida buni ochaman. Taxminingiz to'g'ri kelarmikan? 56 ming yurgan. Tak, mana ko'ruvchilarí. Bu O'zbekiston mashinasi emas, chet elniki. Men keyin mana olyapman. Taxmin qilganlar to'g'risi qani ko'ramiz. 1 2 3. Albatta bu Hyundai Solaris edi.